mana sifat qaranglar, sifat zo'r. Ventilyatsiya yaxshi, havo aylanishi. Zamburug' kasalliklari kamdan kam kuzatiladi. Shilli qurt yo'q. Bu ham bir ashaddiy zarar kunanda qulpnaydi. Ya'ni har bir ko'chatga bir xil sharoit yaratiladiki, bunda bir xil sifatda hosil olinadi. Bu degani tuproqda yetishtirishdan ko'ra stilajlarda 3-4 barobar ko'p hosil olish mumkin, sifatli hosil olish mumkin. Substratida 70% kokos, 20% perlit, 10% vermikulit agar o'zingiz tayyorlamoqchi bo'lsangiz. Lekin aslo tuproq qo'shilmaydi. Ideal pH 5,5 dan 6 gacha bo'lish kerak. Si 0,8 dan 1,2 gacha. Tak, navlardan Albion, San Andres, Portola, Monterey, Festival, Murano ekish mumkin, Rumba ekish mumkin. Koreyani navlari mana hozir juda yaxshi. Ularda ham eksport bob navlari kirib kelgan. Ularni ekish mumkin. Mana sifatni qarang. Ko'pchilik qulpnay uchun optimal harorat haqida so'rashadi. Optimal harorat kunduzi +20-26 gacha, tungi harorat 8 dan 12 gacha, nisbiy namlik 60-70%, yorug'lik 14 soatgacha bo'lishi kerak. U degani kam yorug'likni tungi yoritish priborlari bilan yetkazib berilishi kerak.